Qani meni boya ketmagan uka? Mana? Nimaga olib kelyapsizlar? Ekspertiza. Nima uchun? Ekspertiza o'tkazishni olib keldim. Sabab? Kimdan so'rab olib kelyapsizlar? 2025 hurmatli fuqaro, Ma'muriy kodeksda 46-41 moddasida shaxsga oid ma'lumotlar yig'ish, tarqatish javobgarligi bor. Ruxsat olmoqda. Menga o'rgatmang qonun. Men qonunni yaxshi bilaman. Kimdan so'rab olib keldilaring bolam? Kimdan so'rab olib keldim? Hozir dars emasmidi, ustozi? Hozir Janjal bo'yicha. Nimaga siz bizga xabar bermaysiz? Biz boshqa joydan eshitib kelyapmiz. bizga maktabga bordi. Biz misol Bo'ston mahallasining uchastkovoyi. Ular birgalikda bordi. Shu bolani dedi maktab nimasidan inspektor psixologini chaqirdi. Shuni bir masala bo'yicha bu nima qilishimiz kerak dedi. Agar boshqa begona ko'chadan begona odam kelib buni so'rab nima qiladigan bo'lsa, biz ota-onasiga yoki bo'lmasa ichki ishlarni olib kelingda, shular bilan birgalikda biz buni olib chiqib ketasiz, ruxsat. Ustoz, siz bilmaysizmi? Ota-onasi siz maktabdan chiqarish kim bo'lishidan qat'iy nazar mumkin emasligini bilmaysizmi? Agar fuqaro bo'lsa mumkin emas. Lekin bular davlatni Yo'q, hozir dars vaqtimi ustozi? Qanday holatda olib keldi? Yo, to'xtang ustozi, qanday holatda olib keldi? Ketdilar. Boramiz opa. Men uchastkovoyman, Otabekman. Joriy Otabek xonimlarimiz. Mana bu dasturdan berdim. Sizni ustingizda arza bor. Hech kundan beri qidirib topganman. Nimaga kelmayapsiz, hurmatli fuqaro? Siz yolg'on gapirayotganingiz uchun kelyapman. Hurmatli fuqaro. Hurmatli uchastka noziri. Yolg'on gapirayotganingiz uchun, men siz bilan gaplashishni istamayman. Keling ustozi. Tushunmadim. Bu nima provokatsiya? Buyoqqa Asadbek. Buyoq qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring dedim. Qo'yib yuboring. Buyoqqa olib keling, ukamni deyapman men sizga. Ukamni buyoqqa olib keling deyapman. Ukamni buyoqqa olib keling deyapman. Ukamni chiqaring deyapman. Ukamni chiqaring deyapman buyoqqa. Meni qonuniy talablarimni Nima Faxrina aka, siz nima shaxsiy adovatingiz bormi? adovatingizni Chiqaring ukamni. Ukamni chiqaring. Chiqaring ukamni. Janjal bo'yicha ko'rsatmasini olishim. Ustoz o'tiring. O'tirmaysiz. Yo'q, ukamni bizga bu insonga shom topshirgan. Yo'q, o'tirmaysiz aka. Aka, o'tirmaysiz. ichki ishlarga borib, shu yerda hal bo'linadigan narsa ekan. Misol men ham davlat ishchisiman, davlat xodimi. Yo'q, aka, uyushtiryapsiz. Nimaga ukamni bunday qilyapsiz? Chiqaring ukam, boya yetmagan bola. Chiqaring.